Akalar Farg'ona Kirgilidan sizlarga zo'r dacha topib qo'ydim. Kelaveramiz, sizlarga ko'rsatib o'tamiz. Shedevr dachasiga kelganmiz. Birinchi navbatda bu joyda yozgi bilyardlari bo'ladi va dushlari o'zlarini tushuntiradigan alohida xonalari bor. Va yozga kelganlarni hozir biz dekabrda sizlarga ko'rsatyapmiz. Dekabrda xonalar. Qaranglar, bularda gul xonalari, o'sha chiroyli atmosfera bor va undan keyin bu joyda yozgi tapchan mana. Xohlasanlar mana shu joyda o'tirib, kelib olib, keyin mana basseynlarga bittadan tashab bir maza qilib yuboradigan basseynning uzunligi 10 metr ekan, 10 metrdan oshiq bo'lsa kerak. Va detski yosh bolalarga ham joyi bor, ya'ni yosh bolalar cho'miladigan joyi bo'ladi. Kamerachimiz xushyor bo'lasiz, bu joyga kelaveramiz. Va undan keyin yozgi o'sha oshxonasi. Bu joyda mangal hamma yo'q bu, o'sha osh tovoqlarigacha ikkitadan qozonlar bor. Xohlasanlar bittasiga osh, bittasiga sho'rvani bosib qo'yib, maza qilib o'tiradigan joyi bor. Mangallar hamma yo'q bor. Osh qozonlarda, osh tovoqlarni ham ko'rib turibsizlar va televizorlarni ham ko'rib turibsizlar. Mana ratan stullari, lekin nomer 1ni biz Farg'onani Kirgilikda o'sha zavodning orqasidamiz. Assalomu alaykum. Yaxshi bo'lsangiz, charchamasdan. Sizmisiz? Salom alaykum. Endi kameramiz kelaveramiz, faqat patinkamizni yechib olamiz. Kelganimizda qaranglar, birinchi navbatda bu qishki holatga o'tdik. Bu oshxonamiz, qishki oshxonamiz. Undan keyin sirazi bu joyga o'tamiz. Bu joyda marokki, xullas, nima deydi haligi mafiya o'ynasalaring bo'ladi. Xohlasan aynitda bulbuldek sayrasalaring bo'ladi. Mana 2 tadan mikrofonlar bor ekan. Sayraydi xohlar ham bo'laveradi. Endi asosiy joylari. Bu joyda mana yotag'i bor. Hozircha yotag'i 3 ta ekan. Mashkullarda o'sha 10-15 ta qilishyapti ekan. Endi 10 qo'li dushovoysi. Endi asosiy joylaridan kelinglar mana. Mana qaranglar. Mana basseynni ko'ringlar, basseynni mana qishki basseyn mana. Qishki basseyn mazza qilib dam oladigan joylari. Plus buni qarang, buni keling gapirmay. Mana bu ruskiy banya bo'ladi. Rosa parda qilib pastki suvlarni sepib, mana ko'rib turibsizlar, pastki suvlarni bash sepib, hovlovchilar mana bu dushga kirib, dushini qilib, o'z bilganlarini qilib, faqat bu joyda hech nima qilmaysizlar. Endi baqa endi o'zing tushunasizlar, videoga olmadim. Xullas akalar, bemalol pastdagi raqamlarga aloqaga chiqarasizlar. Gazini bosdan oldim sizlarga, xudo xolasa kelishtirib beradigan xonasi bor. To'g'risi narxini bilmadim, egalari yo'qligi uchun pastdagi raqamlarga aloqaga chiqib, bemalol telefon qilaverasizlar. Hozir kiyimim bilan tashlab yuboraymi, nima deysizlar? Afsuski tashlamayman. 2 tadan 3 tadan narsalarni turibdi.